realtorlar qancha pul topadi? Eng qiyin demaymiz, eng qimmat rayonimiz qaysi biri? $3000. Nima uchun realtorlarni yoqtirishmaydi? Отличие. Makler bilan realtor. Realtorlar orqali, siz orqali topshirganim yaxshimi yoki platformalarimiz ko'p? Ular orqali topshirganim yaxshi. Qaysi rayonlarimizda hozir dostupniy deydi o'rta aholi oila uchun? Eng dostupniy rayonlar. Bugungi podkastimizning mehmoni Umid akam, bizning top realtorlardan biri. Umid aka, ozgina o'z haqingizda ma'lumot bering. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chaqirganingizga rahmat. Ismim Umid Yo'ldashev. 5 yildan beri shu sohada ishlaymiz. Uy oldi-sottisi, ijaraga berish, investorlar bilan ishlash asosiy kasbimiz. Umid aka, o'zi boshlanishidan menimcha bu ko'pchilik bilmaydigan bir savol bor. Realtor bilan makler nima farqi bor? Yer bilan osmon. Ko'pchilik telefon qiladi. Men o'zim ham bilmayman, to'g'risi. Yo'q, bilmayman o'zim. Qiziqmagan ekanman. Birinchi tushadigan savol telefon orqali maklermisiz deydi. Yo'q, biz realtormiz deymiz. Aytishadi. Nima farqinglar bor deb. Endi bu diplomatichniy o'qigan, sertifikati bor realtorlar uchun bu tosh otgan deyapti. Xafa qilib qo'yishar ekan. Конечно, xafa bo'ladi. Xafa qilib qo'yishar ekan. Makler qo'pol qilib aytganda, sotdim ketdim, post production qilmaydi, servis yo'q, dokumentatsiya yo'q, chista pulingizni oldi, ketdilar. Men bozorlarda asosan men qurilish bozorlarida asosan mana shu saygak deb nomlashadi-yu. Yo'nalish ko'rsatib yoradigan. O'shnaqa. Yana bitta katta joyi, maklerlar определенный summaga ishlamaydi. Ya'ni ko'pchilik sotib oluvchilarda tushunchasida borki, masalan, obyekt 80 ming, makler kelyapti-da 90 mingga reklama qilyapti. Ustida 10 ming navaroti bor deb o'ylaydi. Eng katta mana shu odamlarning tushunchasidagi xato bo'lyapti. Bunaqa narsa yo'q. Bizda постоянно shu realtorlar, официальный realtorlarda o'zini foizi bor. 2% dan 3% gacha. Sotilgan, baraka qilingan summadan ustiga navarot qo'yilmaydi. Xo'p, tushunishim bo'yicha o'zi savolimizda ham bor edi. Savollarimizni internetdan oldik. Asosan sotsial sessiyalarda odamlarni berayotgan savollarini mazmunidan savollar qilib oldik-da. Bu yerda bor bu savolimiz. Realtorlar qancha pul topadi? Bu stajga bog'liq, bu servisga bog'liq. Chunki yaxshi servis ko'rsatsangiz, bitta odam sizdan yana 3-4 marta xarid qiladi. Yana sizga обращаться qiladi. Определенный summa yo'q. Hamma narsa odam o'ziga bog'liq. Topaman degan odam неограниченныйda realtor sohasida topish tutishi o'tda mana определенный joyi yo'q. Bez limitga turadi. Ishlashiga qarab, o'ziga qarab. Misol uchun mana aytaylik, bir fuqaromiz uyini sotyapti. Murojaat qildi, sotuv. Murojaat qildi. Sotsangiz, sotdi, baraka deysizlar, baraka bo'ldi deylik. Qanaqa foizni hisoblayapsiz? Adashim 3% dedingiz. 3%. Baraka qilingan. Odatda hammada shunaqami? Yo, kattaroq, kamroq. Yo, endi katta obyektlar bo'lsa, tam уже фиксированный ставка. Yo, uy. Oddiy uyda 2%, 3%. 2-3% kelsa bo'lar ekanda. Ijara, arenda masalasi qanaqa? Arenda masalasida 50%. Bir oylik to'lovi. Bir oylik to'lovni 50%. Xo'p, sotuvga qaytadigan bo'lsa, 100 minglik sotadigan bo'lsangiz, 3 ming so'm bor ekan. Shunaqa. $3000. No. Опять же, maklerlar olib ketadi. Biza o'sha 3 ming ichiga nima kiradi deb siz menga avtomatdan savol berishingiz mumkin. Keling, mana shu savolni bering bo'lmasam. Bering. Aytaylik 100 minglik uy. Klient olib keldim. Xo'p, sotdik. 3 ming за что ты берешь deysiz. По-любому. Это у всех возникает bu savol. Keyin men sekin по полочкам уже расставляю. Notarius bizani hisobda. O'zingiz hisoblanadi. Конечно. Pul to'xtab turing, notarius hozir переоформленияsi necha pulga tushyapti yaqinda? $1 million. $100 ekan. $100.
Pul mashina. Kadastri ham $100. Yo'q, kadastr $50. O'sha 1,200,000 kirib ketadi. Kirib ketadi uning ichiga. Umumiy, siz расходini o'zingiz bo'yningizga olasiz. Конечно. Realtor за это и отвечает. Kommunalkalar chiqib ketgan bo'lsa, uni o'zi to'lab beradi. Bu egalari to'laydi. Bizga shu notarius pul hisoblash mashinasi, первичный проверка. Sizlar u anaqani dollarni falshifka mana qilib berasizlarmi? Da. Unisiga ham javob berasiz. Конечно. Iloji boricha endi Men bilmas ekanman. sotib oluvchilar bilan bankka borib, o'sha yerdan o'tkazamiz. Endi har doim ham ko'pchilik bankda o'chirib tutgisi kelmaydi. O'shanga надежный проверенный joylardan mashina zakaz qilamiz. Hammasini tekshirib, 8 ta punktdan tekshiruvdan o'tadi. Ultrafioletlardan hammasi cheki bilan chiqadi-da, dollarlarning hammasi. Oddiy tilmay ketganda oxirigacha ruschasiga сопровождение deyiladi, oxirigacha olib borib berish deylik. Undan keyin dальше u bo'ldi emas, 3 kun, 2 kundan keyin kadastr chiqadi yengillangan. O'shalarni ham hammasini yana qayta notariusga borib, yangi oluvchi bilan qo'llariga tutqizib, tabriklab, keyinchalik mabodo endi uyda problemalar bo'lib qolsa, remontda u yoq bu yoq mayda-chuyda bo'lib qoladi. Shunaqa o'tda ham biz постоянно turib beramiz. Sotdi ketdi emas. Вот это отличие makler bilan realtor. Biza plus sertifikat olamiz, o'qiymiz. Har 6 oy malaka oshirish degan joyi bor. Dildiga a'zo bo'lamiz. Xo'p, oxirgi 7 yil desak, 18-19-yillardan keyin ayniqsa ko'p qavatli uylar juda tez ham qurilyapti va ko'p, juda ham ko'p. Anaqasi ham miqdori deymiz ham ko'payib ketdi. Ko'p qavatli domlar ko'payib ketdi. Mana shu 18-19-yildan keyin. Endi sizga savol. Agar yosh oila deylik yoki o'rtahol oila deylik, mana shu 18dan keyin, 19dan keyin bugungi kungacha oldin olgani osonroqmidi, yengilroqmidi? Endi oylik masalasi bo'yicha deyapman, pul masalasi bo'yicha. Yoki hozir dostupniyroqmi? Finansiy taraflama. Inflyatsiyani hech kim atmay qilgani yo'q. O'sha paytda nima bo'lsa, hozir ham o'sha narx-navoga to'g'ri keladi. No, единственный bitta no tarafi hozirgi paytda olish osonroq, более доступный. Masalan, bitta eshigingiz yopilsa, ikkinchi eshigingiz ochiladi. Ayniqsa davlat tomonidan hozir ko'p imtiyozlar berilyapti. Yosh oila anaqasi bor, programmasi bor. Subsidiya programmasi bor. Aytishlik programmasi bor. Mana o'tgan kuni bitta case yopdik. Именно shu sifrovoy IT sohasida ishlaydigan ukamiz uyli bo'ldilar. Именно ishxonani o'zi. Oila qurganmi? Yo'q hali. Oila qurmagan. Oila qurmagan. No, IT sohasida bo'lganlari uchun ishxonani o'zi полный uyni stoyimosini yopib berdilar. Po чуть-чуть kam oylikdan ushlanadigan qilib berishdi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosimi? Da. Chet ellik emasmi? Yo'q. Qaysi rayonlarimizda hozir dostupniy deydi o'rtahol oila uchun? Eng dostupli rayonlar. Sergeli, Chilonzor, Bektemir. Eng qiyin deymiz, eng qimmat rayonimiz qaysi biri? Yakkasaroy, Mirzo-Ulug'bek, Mirobod. Mirobodda endi menimcha Qo'yli taraflari aniq Qo'yligacha cho'zilgan shekilli Mirobod. U yoqlar kirmasa kerak. Endi mana sentr nima uchun realtorlarni yoqtirishmaydi? Savolda bu biza bu narsani o'rganib chiqib beryapmiz. Bu savollar ko'pchilik realtorlarga negativ, qanaqadir yomon ko'rish deymiz-ku. Yoqtirishmaydi-da. Oddiyda nimaga unaqa? Men shu narsani tushunmadim. Siz o'zingiz shaxsan mana yoqtirmasliklarini bilasizmi? Kimdirlar ochiq holda aytishadi. Kimdirlar ichida saqlaydi. Lekin hozir mana oxirgi 2-3 yilning ichida ko'p mashinatsiyalar bo'lgani hisobiga odamlar уже sekin-sekin realtorlarga ishonch bildirishyapti. Lekin oldin to'g'ri, ular
основной o'ylagan narsasi ustiga qo'yilgan deb o'ylashardi. Buni menimcha oldin mana shu yoqtirmaydigan odamlar menimcha oldin telefon qilib gaplashib ko'rish kerak-da sizlar bilan. To'liq bu kasb sohasini to'liq o'rganib chiqsa, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Meni fikrimcha, chunki mana shu ish yaqinda qildim, juda qulay. Qulay, da. Qulay. Lekin boshqa davlatlar bu narsani уже boshqa rivojlangan davlatlarda busiz iloji ham yo'q. Endi bizda hozir anaqasi sizni haqqingiz ham yo'q boshqa davlatlarda. Собственник hech qachon o'zi sota olmaydi. Boshqa davlatlar bizda endi hali bu narsaga yetib kelganimiz bora manimcha bunga ham yetib kelsa kerak menimcha bizda ham hali. Umid aka, ko'p qavatli yangi qurilayotgan uylarmi yo ikkilamchi uylarmi? Bugungi kunda xalq talabi qaysi biriga kuchliroq bo'lyapti? Новостройкаларga. Yangi qurilayotgan uylarga. Nimaga desangiz, uni afzali tomonlari juda ko'p. Eski uylarga, любой uyingizga, qurilgan uyga 100 yil garantiya. Gos standart bo'yicha 100 yil garantiya beriladi. Eski uylarni oladigan bo'lsa, уже hisoblab qo'ysangiz, уже 50 yil bo'lgan. Ba'zilari 60-70 yil ham bo'lib qoldi. O'shaning uchun yangi uy afzal har taraflama. Men bu yangi qurilayotgan uylarda ko'p mana anaqada отзывlar o'qidik. Anaqa sifatiga ishonch yo'q, sifatsiz deb hech kim gapirmayapti, to'g'risini aytaman. Sifatsizga ko'pchiliklarni yozayotganda ishonch yo'qligini sezdim. Unaqa. Ular sifatsizmi yangi qurilayotgan uylar? Yo'q, hammasi emas. Sifatsiz deb tan olinadi qachon Gasen ruxsatnomasidan o'tolmasa. Uni sota olmaydi ham. Uy ham sota olmaydi shekilli. Sifatsiz deganda endi hamma konkurensiya bozori bilasiz. Hamma bir-biriga konkurensiya. Butkalarda sekin mish-mish qo'yaveradi. Ani betoni 250 talik marka ekan. Deydi ketdi shu bilan. Bu qo'shni unga yetadi. Dalshi o'shani hisobiga ham bo'lyapti. Lekin sifatsiz deb bo'lmaydi. Mana orada qancha zilzila bo'ldi. Shuncha novostroykalar bilan ishlaymiz, hali dars ketdi, o'pirilib tushdi degan narsa kuzatilmayapti. Bu eski xonadonni afzal ko'radigan odamlarni gapi. Tushunarli. Yangisidan eskisidan risk ko'proq. Hozir yangi qurilayotgan uylarda juda ham ko'p aldovlar deymiz, mashinistlar deymiz, juda ko'p-ku. Risk yangi uylarda bitmay turib sotilayotgan uylarda va arzon uylarda. Hop, Umid aka. Mana shu uy sotib olishda asosan top ushtalik deylik, odamlar qotgan xatolik. Arzon narxga tushyapti. Birinchisi. Ikkinchisi, puxta tekshirishmayapti. Uchinchisi, yana bitta eng asosiy ikkilamchi uy olayotganda dokumentni puxta tekshirishmaydi. Ya'ni u yerda meros huquq egalari, talabgorlari chiqib qolayotgan joylari ham bor. Masalan, u Toshkentda, O'zbekistonda bo'lmasa, chet el fuqarosi boshqa pasportlarni olib ketgan bo'lsa, qachondir bu narsa chiqib keladi. Boshingizdan o'tgan bittasini aytib bering. Haqiqatda qimmatga tushganmi? Endi unaqasi bo'lmagan-u, lekin qiyin kesilib bo'lgan. Eshitganingiz qaytadi. Siz anaqada emas, desam bo'ladi. Siz sotgan uyda emas, umumiy baribirga ham bitta o'zingiz emas, realtorlar bilan aloqada bo'lasiz baribirga ham. Bo'ladi. Mana o'zimizning markazda yaqinda uy sotishgan 3 marta перепродажа qilgan, именно фиктивный перепродажа, ya'ni bitta odam oldi, endi summaga sotib berishdi. U odam yana 3-shaxsga sotildi. O'shanda 3 ta перепродажа bo'lgandan keyin sled yo'qoladi, izi. Meroslarning izi, merosxo'rlarning izi. Lekin baribir bu narsa 7 oydan keyin bilindi. Rossiyadan kelishdi, именно o'sha jiyanlari, единственный наследник deydi. O'shanda bu tema ko'tarildi. Ikkilamchi uyning risklari ko'p bo'ladi. Jaran daromadi qanday hozir? Qanaqa bo'lyapti ijaraniki? Oldin bilaman, men karantin paytida juda ham ko'p tashqaridan, O'zbekiston Respublikasi tashqaridan ko'p mehmonlar kirib kelganiga, karantindan keyin, как раз karantindan keyin anaqa ko'tarilib ketdi. Narx-navo.
ijaraniki imindi ko'tarilib ketib qoldi. Hozir ahvol qanaqa? Hozir ancha stabil bo'lib qolgan. 3,5-4-5% o'zi yetib qolgan. Hop, Umid aka, O'zbekistonda ipoteka yechimmi yoki bu tuzoqmi? Yechim. Hozirgi paytda juda yaxshi yechim. Даже gibrid desa ham bo'ladi. Nimaga desangiz, oylik maoshingizdan kelib chiqqan holda 15% dan 50% gacha birinchi to'lovini qilib, bemalol 5 yildan 20 yilgacha olsangiz bo'ladi. Yana bitta qulaylik tarafi досрочный погашение bor. Ya'ni ishlaringiz o'xshab ketib, summa yig'ilib qolsa, o'sha foizsiz birdaniga olib borish iloji bor. Hozir Umid aka, bugungi kunda bizda haqiqatda turizm rosa rivojlandi. Men ko'p YouTube'larda ham mana ko'ryapman. Mehmonxona emas, uy olishni boshlashdi. Men rossiyaliklarni ko'pini ko'rdim. Bu qanaqa ta'sir qilyapti bizga? Bugungi kunda aytyapman hozir. Sпрос ko'paysa, talab ko'paysa, narx-navoga ko'proq ta'sir qilyapti bu narsa. Oldin to'g'ri gostinitsa olgandan ko'ra xonadon olish ancha выгодный bo'lib qolgan. Bu endi ichki bozor rivojlanishi, turizm rivojlanishiga hammasi taqaladi. Lekin bu yaxshi показатель. Chunki nima desa bo'ladi? Novostroykalar mehmonxonaga maksimal tarzda yaqinlashtirib remontlar qilinmoqda. O'sha arendaga beradigan bo'lsangiz, o'shandan keladigan soliq yig'imi deydi, o'sha narsalar ham ancha plus bo'lgan. Legalni bo'lyapti-da. Lekin ular ham menimcha o'rganib kelyapti-yu. E'tibor berdim, shu mana shu Yakkasaroy, Mirobod, Oybek metroning atroflari, o'sha yerlardan ko'p shetdan chiqdi. Xitoyliklar ko'p o'tdi. Yo'q, men asosan rossiyaliklarni ko'rdim. Men endi xitoyliklarni anaqada YouTube'ga video qo'yganini hali ko'rmadim. Ko'rsam tushunmasam kerak ularning qiyinroq sal. Mana shu rossiyaliklarni lekin o'sha Yevropa yo sal uzoqroqlar bular hammasi anaqa mehmonxonada ko'p ko'rdim ularni. Imenda mana shu Rossiya, Qozog'istonliklar ko'p kelayotgani e'tibor berdim. Kvartira sirasi snimat qilishyapti-da. Markazda. Ijaraga anaqa qilishyapti. Ularni keysi bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, ular bir oydan keyin uchib kelayotgan bo'lsa, o'sha oldindan sizga chiqadi bular. Realtorga murojaat qilishadi. Onlayn bo'lib turib, siz aktual variantlarni yuborasiz. Masalan, 2-3 uy kvartira yo'qdi, palonchi chislo kelaman deydi, o'sha oldindan uyni egalarini tayinlab qo'yasiz. 18-chislo siznikini ko'ryapmiz, 19-sana siznikini ko'ryapmiz deb o'sha zaryadniy подготовка ular tayyorga kelishadi. Realtorning ishi shu-da. Siz ham mehmon deylik, O'zbekistonga kelayotgan mehmonlar, O'zbekistonga, Toshkentga emas, O'zbekistonga. Meni Toshkent shahriga kelayotgan qaysi davlatlardan qo'ydingiz? Qo'ydingizmi o'z boshqa chet davlatlardan? 70% Rossiya fuqarolari bilan ishlaymiz asosan. Ular sarafanniy radio. Men sizga yaxshi chiroyli servis ko'rsatdim. Siz o'sha o'rtoqlaringizga. Xo'p, Rossiyadan qo'ydingiz? Rossiya qo'ydik, Xitoy qo'ydik. Xitoy ham qo'ydingiz? Turklar bilan постоянно ishlaymiz. Turklarni ham qo'yasiz? Kolumbiyadan ham qo'ydik. Kolumbiya? Umid aka, aytaylik 100 ming pul bor. Sizda bor. Investitsiya hozir ko'pchilik mana shu uy investitsiyasiga anaqa qilyapti-da. Harakat qilishyapti, intilishyapti. Qanchalik bu narsa оправданно deydimi? Oqlaydi. Aytaylik mana 100 ming pul bor, nima qilgan bo'lardingiz? Ikkita 2 xonali olib qo'yardim yoki ikkita 1 xonali markazdan. Ikkita 1 xonali, ikkita 2 xonali real haqiqatdan olsa bo'ladi. Bo'ladi. Yengilidan Oqsuvodan chiqqan belovaya отделка deydi bizning tilda. O'shanaqa uydan olib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p. Bu hozir men bu podkast qilaman, ko'pchilik tikyapti, unaqa emas, tayyor. Tayyor. Kadastr chiqqan. Xo'p. Uni ijaraga berib qo'yasiz, o'zini оправдывать qilib chiqaveradi. Qaysi rayon? Siz shaxsiy fikringiz, o'zingiz nima qilgan bo'lardingiz? Mirzo-Ulug'bek qaysi taraflar? Maksim Gorkiy tarafdan Ekobozor Yeni O'zbekiston tarafga qarab. Talab ko'pmi o'tga? Oxirgi 3 oyning ichida talab oshdi. O'zim sezyapman. Qo'ng'iroqlar keladi. Именно shu Ekobozor Yeni O'zbekistonga yaqinroq joylarda so'rashyapti.
Yangi O'zbekistonga yaqin joy. Yangi O'zbekiston hali bosh kelayotgan. Lekin deysiz-u, ancha narsa. O'rtacha 2 xonali uylar qancha yangisi hozir? O'rtacha qurilish firmasiga qarab, Endi Murod Building manimcha Golden House uchun qimmatroq bo'lsa kerak ular-yu. Golden House'dan harakat qilsa bo'ladi. Bo'ladi. Korobka holatida 50 mingga 40 kvadrat, studiyani 2 xona olsa bo'ladi. 100 mingga ikkita olsa bo'ladi. Na. Hech puldan beramizmi uni? $500 berasiz. 2 xona 500. 1% olib kelsa, bu wow, 7 yilning ichida o'zini tikka sarmoyangizni chiqarib olasiz. Ikkitasidan 1000. Yiliga 12% bo'lyapti. Tushunarli. Xo'p, Umid aka, men shaxsan o'zim deylik, uyimni realtorlar orqali, siz orqali topshirganim yaxshimi yoki hozir bizda anaqamiz ko'p, platformalarimiz ko'p. Ular orqali topshirganim yaxshi. Realtor orqali topshirganingiz yaxshi. Birinchidan vaqtingiz tejaladi. Ikkinchidan ertaga soliq tomonidan ham sizga qo'shimcha savollar bo'lmaydi. Nimaga desangiz, realtor orqali topshirsangiz, bu prozrachnost. Ya'ni ijara shartnomasi asosida налоговыйdan o'tgan, siz solig'ini to'laysiz, hammasi bazadan chiqib keladi. Ko'pchilik uy egalari o'zim topshiraman deydi. Topshirishadi ham, lekin ertaga soliq qo'mitasidan savollar keladi, shtraflar katta uni. Ikkinchidan ijaraga olgan odam tarafdan minuslar bo'lsa yoki har xil vaziyatlar favqulodda bo'lsa, hamma savol-javob uyning egasiga tushadi-da. Ответственность uyning egasiga yo'naladi. Agar realtor orqali topshirib, realtor o'sha под ключ ijara shartnomalari, договорlarni двухсторонний налоговыйdan bazadan o'tkazib beradigan bo'lsa, ertaga issiq-jon bilib bo'lmaydi. Ijaraga olgan odamlar bilan chippa bo'lib qolsa, sizga hech qanaqa savollar bo'lmaydi. Вы легально сдаёте, у вас вопросов не возникает. O'sha narsani ko'pchilik tushunmaydi yoki bir ekonom qilaman deb o'ylaydimi? O'sha Vaholanki u arendaga berayotganga 50% birinchi anaqadan tushadi. Lekin oluvchiga bu narsa anaqa yo'q. Yo'q. Tushunarli. Ish qilib realtorlardan qo'rqish kerak emas. Naborot, ular bilan birga ishlash kerak. Do'stlashish kerak. Do'stlashish kerak. Qaysi rayonlarimiz juda zich, перегруженный hozir biz? Markaz, Yakkasaroydan tortib Mirobodni boshlanishi, ya'ni Oybek metrosi atroflari. Lekin o'ta ko'p qurilishlar yo'q shekilli atroflarda. Qurilishlar Yakkasaroyda ham bor. Kamda boshqa rayonlarga nisbatan. Yo'q, просто ular уже yakunlab bo'lgan. Na stadiya строительства emas, уже topshirilgan uylar bo'lgani uchun uncha bilinmaydi. Hozir qaysi rayonlarda juda jadal qurilish anaqalar ketyapti, ishlar ketyapti? Mirzo Ulug'bek rayonimizga kengaygan, xabaringiz bor. Yangi O'zbekiston territoriyasidan oldi. Уже официально Toshkent anaqasiga kiritishdimi uni? Men bitta kiritishganini bilaman, anaqani bilaman. Yangi hayotda bilaman Sergelikda haqiqatda Mirzo Ulug'bek bir kattalashdi. Yangi rayon qo'shilmadi, kattalashdi. Уже kiritib bo'lindi shahar anaqasiga. Qaysi taraflari ular? Men просто xabarim yo'q bu narsadan. Olimpiya qo'mitasi, yangi Olimpiya qurilgan-ku. Olimpiada shaharchasi. Olimpiada shaharchasi o'sha joylari. Men adashmasam, Yangi bog', Yangi O'zbekiston bog'i o'sha joylari Mirzo Ulug'bekga qo'shilgan. Oldin o'zi anaqa Mirzo Ulug'bek emas edi. Yo'q. Eng qiyin bir anaqangizdan gapirib bering. Keys deymizmi, dogur deymizmi, dalolatnomami? Endi oluvchi tomonidan ham, sotuvchi tomonidan ham bo'lgan unaqa. Oluvchi tomonidan bo'lsa, ismlarini aytmaymiz. Bitta opamiz bor edilar. 4 oy qiynalganlar. Men ular bilan 4 oy, chunki budjet ограниченный, почти budjet yo'q desa ham bo'lardi. Uyga talablari tushdi. Iloji boricha 3 xona qidiryapti-da. Oldi sotdigan? Sotib olishgan. Oluvchi tomon. Lekin shunaqa bo'ldiki, biz xohlagan ideal uy topa olmadik. Plus minus 4 oy men ular bilan yurdim.
Bektemirga ham bordik, Serliga ham bordik, Toshkent oblasiga ham chiqib keldik, Qibray tomonlarga, Nazarbellaga. Hech bo'lmadi. Keyin orada vaqt o'tgandan keyin o'z-o'zidan bitta uy chiqdi. Borib gaplashdik. Nasvoy strah и риск deganda o'sha opaga o'sha uyni olib berdik. Qanaqa bo'ldi? Unda ham сразу первый взnosga pullari yo'q edi. Ya, kreditga chiqayotgan uymi? Ipotekaga. Ha, ipotekaga. O'shanga men o'zim reputatsiyamni qo'ygan holda quruvchilar bilan anchadan beri ishlaymiz, tanishadi, bilishadi. O'shanga на доверие qilindi. 4 oy bularga lьготный период berildi. Ya'ni 4 oy ichida shu birinchi to'lovlarni yig'dilar. O'sha сделка o'tdi. Xudo xolasa hozir remont qilib yashayaptilar. Sotuvchi tomonidan bo'ladigan bo'lsa, yozda Hozir qiyin deganingiz 4 oy vaqtingiz olganini nazarda tutasiz? 4 oy plus yana 4 oy. Пока она собирала первоначальный взнос. Ha, bu uzoq vaqt olganini qiz ekanda, men qanaqadir ЧП bo'libdimi deb o'yladim. ЧП bo'lmagan. Ha, bu ЧПni sizlar har doim oldindan ko'rib bilasizlar, anaqa qilmaysizlar. O'shanga men ko'p oluvchilarga aytaman, первоначальный взnosinglar bo'lmasa qo'rqmanglar. Topa yo'li bor. Bo'lmasa ham, masalan, qo'lida ko'pchilik telefon qiladi, menda palonchi summa bor yoki palonchi summa yetmayapti yoki umuman nima qilsam bo'ladi. Hozirgi qurilish sohasida gibrid degan narsa bor. Ya'ni kadastr chiqquncha bo'lib to'lanadi. Oyma-oy. Birinchi to'lovsiz qilsa ham bo'ladi, gaplashsa. Kadastr chiqqandan keyin qolgan summani liba ipoteka qo'rishadi yoki 100% naqd yopib berishadi. O'shanga ko'p mijozlarimizga aytamiz, qo'rqish kerak emas. Hozir mana shu yangi O'zbekistondan gap chiqib ketganiga savollarni qilib qoldi, kelib qoldi. Hozir aytaylik, juda meni eshitishim bo'yicha juda gрамотный deymizmi, juda o'ylab qilinyapti. Adashmasam, yangi O'zbekistonmi, yangi Toshkentmi? Yangi Toshkent. Yangi Toshkent yo'q. Bu yoqda investitsiya qanaqa ketyapti? Talab ko'p. Har 3-mijozim yangi Toshkentdan so'raydi, 2 xonali, 3 xonali uylar именно под сдачу в аренду, ijaraga berish keyinchalik sharti bilan talab kuchayganiga o'tda ham shu o'rtacha narx hozir kvadrat metriga 13 million, 14 million bo'lgan. 1 kvadratiga. Da. O'tda уже qaysidir anaqa natsam bo'ladi. O'tda Qurilishlar bor. qurilish bu o'zimizdan застройщикlar, mehmonlar, eshitishim turklar ham, xitoyliklar ham kelganda ham bor. Investitsiya kirgan Toshkentga. Chet el quruvchilari ham bor. O'zimizning местный quruvchilar ko'proq. Asosan Murat Buildings, Golden House, Gold Step shular. O'zi qanaqadir qurilishlar, hatto fundament nimada qurilishlar boshlanganmi? Yo'q, bir kun vaqtingiz bo'lsa olib boraman. Uylar tayyor. Korobka holatda tayyor. Yangi Toshkent haqida gap. Men yangi O'zbekiston bog'i taraflarni aytmayapman. Yangi Toshkentni aytyapman. Da. Diamond Buildings ular уже 2 ta blok ko'tarib qo'yishgan, yana 6 ta blok qurishyapti. O'tish, yashash sharoiti u yoqqa qachon ko'chib o'tadi odamlar o'tga? Уже boshlashdi. Endi men to'g'risini aytaman, o'zim mana Yakkasaroy tumanida turaman. Faqat masalan, qurilish deyman, remont ishlari ko'p-da bizda. Taraqa turib to'g'risida juda shovqin-da. Men bu yoqda odamlar endi barga ham shovqin bo'ladi-da, barga ham, to'g'rimi? Ba'zi bitta adashmasam, endi sekin bitta blokdan manimcha bloklarga bo'lingan, u ham hozir birinchi blok men qachon topshiradi birinchi blokni bular? Odam borib yasha oladigan sharoit nazarda tutyapman. Yoziladi. Shu yillar yoziladi. O'sha odam borib yasha oladi o'tdi. Yaxshi sotilyaptimi? Yaxshi. Ketyaptimi? Sotdinglarmi? Sotdik. Otdimi odam? Necha yilda bu to'liq bitib quriladi? Menimcha plus minus yana bir 3 yil bor. 30-yilga borar ekan. 30-yilda o'sha yangi Toshkent tugatadi. Ancha ishlar qilingan. Chunki endi bizni bu yerda yo'ldan o'tib ketadi, u yoqda ko'rinmaydi-da. Umid aka, shu 5 yillik faoliyatingiz davomida ish haqingizni ololmay
yoki qanaqadir shartnoma buzilgan paytlari bo'lganmi? Bo'lgan. Ko'pmi? Yetarlicha, endi boshida opit kamroq bo'lgan o'sha paytlar. Keyin hozir mana o'zimizni agentство firma qilganimizdan buyon konkretno shartnoma asosida ishlayapmiz. O'sha shartnomagacha bo'lgan paytlar, ya'ni firma ochilmasdan oldin mustaqil realtor hisoblanardik. O'sha paytda ustniy gentlemenskiy соглашение deydi. Ikki tomonlama o'sha paytlarda bo'lardi. Yoki qisman buzilardi shartnoma yoki umuman assalomu alaykum degan paytlar ham bo'lgan. Umuman ololmagan paytingiz Bo'lgan. bo'lgan. Lekin Summa kattamidi? Ну, прилично. Necha pul? Plus-minus $1,500. Ololmagansiz. Na. Bizani ko'chan tilda aytgandan uxlab ketgansiz. Shunaqa. Zato bu katta bir dars bo'lgan. O'zingiz ustingizda ishlash, dokumentatsiya, yuridik tomon sof bo'lishga o'sha narsa olib keldi. Mana hozir har bitta mijoz bilan oluvchi bo'lsin, sotuvchi bo'lsin, shartnoma asosida ishlanadi. Ya'ni siz oluvchi bo'lsangiz, men sizga как ipotechniy broker bo'lib ishlab beraman. Olinadigan summadan 1% shartnoma asosida to'lab berasiz. Nimaga desangiz, sizni talabingiz bor, injularingiz bor. O'sha narsani men sizni standartingiz bo'yicha ishlab beraman. Ya'ni menga aytasiz, center Oybedan gospitalnigacha bir xonalik ikkinchi etaj, faqat ikkinchi etajdan uy xohlayapman deysiz. Men sizga maksimalniy budjetingizdan kelib chiqqan holda tanlab beraman. 100 ta uyni ko'ramiz desangiz, 100 ta uyni men siz bilan boraman. Потому что men siz bilan shartnoma tuzganman, o'sha asosida ishlayapman. Endi bitta savolda, aytaylik, uyimni sotib ber yoki ijaraga qo'yib ber. Ijara maylimi? Uyimni sotib ber deganlarni hujjatini ochib ko'rasizmi? Конечно. O'zimizning yuristlarimiz bor, o'zimizning notariuslar bor. Birinchi o'rinda kadastr tekshiriladi. Bank taqiqiga, merosxo'rligiga, propiskada nechta odam bor, propiskadagi odamlar rozimi sotishga. O'sha punktlardan o'tishsagina men buni razraботкаga olaman. Ya'ni ishlayman o'sha inson bilan. Agar qaysidir punkt buziladigan bo'lsa, bu avtomatim tekshirasiz deyiladi. 25-yilda necha marta bo'ldi shunaqa qaytarganlaringiz? Ko'p. Men o'zi yoshi katta qariyalar bilan ishlashni yaxshi ko'rmayman. Ishlamayman ham. Mabodo iltimos qilishsa, o'tda ham shu dokumentatsiyasini tekshirib, hamma yog'i toza bo'lsa keyin ishlayman. Nimaga desangiz, oxirgi paytlarning ichida именно qariyalarni aldab, uy-joysiz qoldirayotgan odamlar ko'paygan. Yaqinda shunaqa case bo'ldi tanishimizda. Sibirda uy sotilgan. Uy sotilgandan keyin onaxon yoshlari 82 yosh. Ular aytganlar, sotib olgan insonga men pulimni Rossiyaga jo'natishim kerak deb aytishgan. O'shan bilan olgan odamlar biz o'zimiz yordam beramiz deganda, shun bilan o'zlari bergan pulni yana qaytib olib, shu bilan yo'q bo'lgan. U ham o'sha boshqa odam nomiga o'tib ketgan, pul ham yo'q. Mana shunaqa случайlar bizda oxirgi payt ancha ko'payib qolgan. O'shanga qariyalar bilan umuman ishlamayman. Umid aka, aytaylik, sotishga bitta uyni do'g'ri qilindi, hujjatlar aytganingizdek yuristlaringizdan o'tdi, hamma hujjatlar joyida. Xo'p. Ketdi bu uyga. Ketma-ketlikda. Misol uchun uyga xaridor topishingiz kerak. Sizni keyingi etap xod deydimi, keyingi anaqalaringiz? Etap bo'ldi. Hamma dokumentlar joyida bo'lsa, uyni bitta syomka qilamiz. Professional rasm, video qilinadi. Chunki mijozlarimizni o'rganishgan, rasm bo'lgandan keyin videosini ham o'sha oxirgi 2-3 yilning ichida o'zlarini vaqtini tejash uchun videosini sira so'raydi. Biz yuborib beramiz. Rasm video syomka qilingandan keyin o'sha ijtimoiy tarmoqlarga reklama qo'yiladi. Instagram,
YouTube to'liq videosi YouTube'da chiqadi ko'pincha. Undan keyin e'lon beradigan plashatkalar bor. Homepage sizlarning ilovangiz OLX masalan eng katta idruklardan bittasi. Mana shu OLX gapingizda bo'laman. OLXda bilishim bo'yicha ko'pchilik mana kommentariyada bizda ham bu anaqa savollar qidirayotganimizda noto'g'ri rasmlar, noto'g'ri e'lonlar, ko'p nima deymiz, moshenniklar deymizmi bularni, yo yolg'onchilar deymizmi? Bularni Men o'zim shaxsan просто fuqarolarni yozayotgan otziviga nisbatan gapirdim bu gapni hozir o'zim o'qib chiqib. Sizlar ko'proq bilasiz. Bu narsaga ko'p uchraymiz. Bizga qaysi dasturda asosan? Asosan OLXda. Birinchi bergan savolingiz bor edi, nima sizlarni uncha yoqtirishmaydi deb. Потому что hozir именно platforma OLXda fake way объявление e'lonlar ko'payib ketgan. Masalan, $300 deydi-da, 2 xonali uyni, shakarni uyni qo'yib qo'yadi. Endi bozordan xabari bo'lmagan odam telefon qiladi. Bu inson yoki telefonni ko'taradi yoki ko'tarmaydi. Ko'pincha ko'taradi-da, "Opa, aka, uzr, bu uy ketdi, hozir 5000 olib berib yubordik. Boshqa uy bor. Sal $200 qo'shsangiz, boshqasini tashlab beramiz, yuboramiz, ko'rasiz" deydi-da. Переман qiladi. Переманка bu. Xuddi shunaqa sotuv masalasida ham xuddi shunaqa. Masalan, $50,000 3 xona Yakkasaroy deb qo'yishadi. Telefon qilasiz, уже zaklad olib bo'ldik. Yoki odamim kelyapti, siz birinchi bo'lingiz kelsa, zaklad tashlang deydi. 50 ming, 100 ming tashab qo'yasiz, shu bilan odam uxlaydi. Mana shunaqa obman ko'paygan. Endi biz o'tirib olib bitta жалоба tashab o'tiramiz. Mana shunaqa o'zim ham uchrayman-da, bir xilda boshqa uylarni monitoring qilib, o'zim uchun monitoring qilib, u haqiqatan arzon ekan, bormi ekan deb telefon qilaman. Вижу сразу fake, сразу жалоба. Homepage bunaqa narsa yo'q. Hamma registratsiya ofitsial o'tyapti. Undan tashqari har bitta realtor проверенный. Har bitta realtorning o'zini отзывы bor, ana yulduzchalari bor. Aktualizatsiyasi yaxshi, otsyenkasida. Feedback yaxshi beriladi-da. Homepage ilovasining o'zini ko'rinishi, shakl aytaylik, punktlar joylashishi, qulay, umumiy ko'rinishi ancha qulay, ancha nima deydi, по полочкам qo'yilganda. OLXga kirsangiz, masalan, siz mashina qidiryapsizmi? U ham chiqib kelishi mumkin-da, top dedilar. Bu narsa chalg'itadi, odamning fokusini o'zgartiradi. Yoki mirobotni qidiryapsizda, paq etib shavxon to'g'ri chiqadi, chunki o'tdan topga qo'yishgan. Dasturda shu narsalarga biz ham alohida tartibli deymiz, akkuratli deymiz, tartibli bo'lishga harakat qilganmiz. Lekin haligi fake e'lonlarni OLX o'zi ham, biz ham uni bittalab o'tirib tekshirish uchun faqat borib kelish kerak bo'ladi. Bu juda qiyin narsa bo'ladi. Uni faqat borib kelib odam uni ketdan yurish kerak bo'ladi. Endi OLX ham to'g'ri tushunsa bo'ladi-da, haligi fake anaqasini. Chunki ular ham borib ko'ra olmaydi, ular ham bor rasmlagan misol uchun tekshiruvdan o'tadigan bo'lsa, rasmni tekshiradi ular ham. Endi u tekshiruvdan o'tadigan bo'lsa ham ular ham rasmda. Bizning davlatimiz tomonidan taqiqlangan narsalar bo'lmasa bo'ldi, bular ham chiqarib yuboradi. Ili o'zini anaqasiga to'g'ri kelgan bo'lsa. Endi shu hali fake masalasi bo'yicha aytayapman-da, uni tekshirib chiqish u juda mukammal narsa. Har bitta odam bittada bir kunda ancha-muncha e'lon kelib tushadi, har bittasiga borib tur haqiqatmi, rasm haqiqat emasmi, juda qiyin narsa. Lekin ora-orada dublikatlar bo'lib qolsa, avtomatim o'chirib yuborishadi. Umid aka, realtor kasbi, bitta kasbda, to'g'rimi? Kelajagi qanaqa? Yaxshi realtor. Men aytmoqchi bo'layotganim, karyera qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Nimaga bo'lmaydi? Optni realtor, 10 yillik realtor staji bo'lsa, keyingi etapi bu finansiviy analitik bo'lib ketadi. Ya'ni oldindan ko'ra bilish, bozor qayerga qarab ketyapti, tushadi, oshadi, yaxshi analitik bo'ladi. U etapdan ham o'tgandan keyin уже oxirgi 3-etapi bu o'zi qurilish sohasiga o'tib ketadi. O'zi qurib sotadigan bo'ladi. Ko'p
realtorlarni bilamiz. Shu boshlanishda bizga o'xshab realtorlik qilishgan, sotuv bo'limlarida ishlashgan, opit yig'ib, shu bizga o'xshab kompanyon deymiz. Именно masalan Golden House bilan ham ishlaymiz. Ularga o'xshab qurilish sohasiga o'tib ketishgan. Oxirgi etap realtorni o'sish darajasiga keladigan bo'lsa, oxirgi etap bu quruvchilik. O'zi qurib sotadi. Застройщикda. Ko'chmas mulk bozorini 5 yildan keyin qanaqa ko'ryapsiz? Qanaqa o'sishlarimiz nima bo'ladi? Asosiysi baribir ham narx-navosi qiziq, baribir ham. Endi ko'chmas mulk hech qachon narxi tushmagan. Oshsa oshadi, lekin tushmaydi yoki pauza oladi. Endi hozirgi urbanizatsiyani hisobiga qarasak, oshadi 25-30%, yana oshadi. Ko'tariladi. 5 yil. 25-30 ko'p emasmi? Yo'q. Ob yiliga 5% dan beryapsiz-da. Ya shuncha uy qurilyapti. Ko'p qavatli uylarni nazarda tutyapman. Shuncha uy qurilyapti, lekin narx tushmayapti. Yo'q. Umid aka. Deylik shu kasb tanlamoqchi bo'layotgan, realtor kasbini tanlamoqchi bo'layotgan. O'zbekchaga tarjimasi bormi realtor o'zi? Eshitganmisiz? Yo'q. Eshitmaganmiz, shuni ham qiziqib ko'rish kerak ekanmiz. Xo'p, endi kirib kelmoqchi bo'layotganligi. Tavsiyangiz bu sohaga kirsinmi? Kasb qilsinmi? Yo boshqa ish qila qolsinmi? Endi bitta kasbga mehr qo'ygandan keyin oxirigacha olib borish kerak. Ko'pchilik bu sohaga kiradi. Men bir o'tirib statistikani ham ko'targandim. Toshkentda 3800 ta sertifikatli realtorlar bor ekan, 3800 ta. Nadan moment. Lekin bu kasbga kirib keladiganlarning soni 5000 tagacha. Hamma ham olib keta olmaydi. O'zini past balani bor, o'zini qiyinchiliklari bor. Realtor birinchi сделкаga chiqishi uchun kamida 3 oy vaqt ketadi. 3 oy sabrli, matonatli, odamni kaprizlarini, issiq-sovuq gaplarini ko'tara olish kerak. Chunki siz odam bilan ishlaysiz. Siz vrachdan farqingiz bo'lmaydi. Vrach sizni eshitib daringizga davo qilsa, realtor sizni injiq gaplaringizni, ba'zida jahllaringizni ham ko'tarish kerak. Ustozsiz chiqa oladimi? Yo'q. Bargan bittasiga shogird tushib turib, O'zimiz ham ustozdan chiqqanmiz. Yo, bormi shunaqalar? Bor. Eshitganmiz, o'zi ko'tarilgan. O'zi hech narsadan Yo'q. ustozsiz ko'tarilgan. Realtorning sirlarini, realtorning taktikalarini hech kim sizga etib o'rgatmasa, o'zidan o'zi bu narsani qila olmaydi. Umid aka, kelajagi rejalaringiz, planlaringiz qanaqa? Nima qilamiz? Qolasiz bu sohada yo o'zgartirishlar qilmoqchisiz? Xudo xolis qolamiz. Oxirigacha o'samiz. Endi boya aytgan gapimdagi realtorning oxirgi etapi bu o'zi quruvchilik bilan shug'ullanishi, o'zi застройщик bo'lib ketishi. Yaxshi primerlarimiz bor, keyslarimiz bor. Именно realtorlar данный moment hozirgi vaqtda qurilish sohasiga o'tib, o'zlari tepasida turib, качественный, sifatli uylarni qurib sotishyapti. Menda ham shu planda shunaqa yana bir 5 yil xudo xolisa realtor sohasini puxta o'rganib, 2-3 ta yangi avlod shogirdlar chiqarib, keyin sekin shu qurilish sohasiga o'tish. Xo'p, Umid aka, hozir yangi avlod deb aytib o'tdingiz. Yangi avlodmi, eski avlodni Farqi katta. Farqi bor-a? Именно o'zimizning sohadan kelib chiqadigan holda gapiradigan bo'lsam, biza sifralizatsiya deydi, raqamlashtirish. Bizda hamma narsa telefonda hal bo'lib ketadi. Bitta telefon, bitta notebook bo'lsa bo'ldi. Lekin eski avlod, ya'ni old school deydi-ku, o'shanaqa realtorlarimiz, maklerlarimiz bizning sistemada ishlamaydilar. Ya'ni rasm, video 2-3 ta platformada
bir vaqtni o'zida o'tirish, unaqa narsaga o'rganishmagan. Men masalan, mijoz bilan uy ko'rishga chiqsam, bitta uy ko'rsatmayman. 1 soatning ichida kamida 4 ta uy ko'rsataman. Ya'ni, bitta lokatsiya bo'lsa, в пределах 3 kilometr, 3 kilometr atrofida yana boshqa obyektlarim bo'ladi. Bitta joy, masalan, bitta Yakkasaroyga olib bordim, bo'ldi, mani boshqa uyim yo'q. Xohlasangiz shu, bo'lmasa yo'q deb turmayman. Yakkasaroy xohladilarmi, o'sha joydan kamida 5 ta uy podborka qilib qo'yaman. Bitta chiqanda Bitta chiqanda Ko'rsa. 5 ta 4 ta uy ko'radilar. Yana desalar, пожалуйста, дальше yana ertasi kuni sal 5 kilometr nariyoqdan yana 5 ta uy tayyor turadi. ha, yaxshi. Necha kishi bo'shlaysiz o'zi? Nechtasizlar o'zi? Man жилой частьdaman. Akam borlar, kommersiyada, именно neжилой bo'yicha ishlaydilar. Yana bitta sherigimizda bor, ipotechniy broker. Ipoteka sohasida ishlaydi. Ipoteka olib beradimi? Сопровождение qilib beradi. Ha, Ipotechniy broker deb aytiladi. Endi bu termin endi kelyapti. Mana 1 yil bo'lib qoldi odamlar tushunchasiga kirib kelganiga. Ya'ni siz yo'l-yo'riqni bilmaysiz, nima qilishni, qayerdan boshlashni, ipotechniy brokerga murojaat qilasiz. Под ключ o'sha xohlagan bankingizda qaysi bankda stavka past bo'lsa, o'shadan оформление qilib beradi. Dokumentlaringiz yetmasa, qayerda qanaqa dokument yig'ishni, qanaqa necha foiz yig'sangiz, protsent qanaqa bo'lishini tushuntirib, sizga Mana shu ipotekani men o'zim shaxsan anaqam yo'q. Xabarim yo'q, to'g'risi men kredit olmaganman shu paytgacha, bir kredit anaqa qilmagan odamman, to'g'risida. Balki boshqalarga ham bizlarni ko'rayotganlar qiziq bo'lar. O'z ipotekada o'zi asosan anaqasini, shartlarini aniq o'tib keting. birinchi sharti bu rasmiy ish daromad. Bu siz juda qiyin. Agar rasmiy ish daromadingiz bo'lmasa, boshlang'ich uyni Necha pul bo'lishi kerak ekanmidi u? 8 million. 8 milliondan kam bo'lmasligi kerak. 6 oy davomida ofitsialni 8 million olib turgan bo'lishingiz kerak. 6 oy. 6 oy. 5 oy ham bo'lmaydi. Ular hozir oldin anaqa bankdan, ishxonadan anaqa qilardi. Почёрному. Qilib berishardi. Hozir ular endi o'zi avtomat tortyapti, adashmasam. Maygodan tortsa kerak uni. Shunaqa. 6 oylik ish daromad 8 milliondan keyingi etap boshqa kreditlaringiz bo'lsa, просрочка bo'lishi kerak emas. Ya'ni hammasi muddatida to'lagan bo'lishingiz kerak. 6 million oyliklar bilan ham olsa bo'ladi, lekin qo'shimcha kafil talab etiladi. U necha foiz hozir ipoteka bugungi kunda? 17 dan 26-yil boshiga. 17%. Birlamchi uylarga. Ya'ni новостройкаga. Ikkilamchi uyga 24 dan 26 gacha. Nomida mulk bo'lishini qilmaydimi uni? Yo'q. Olsa bo'ladi. Официальный доходi bu. Asosan официальный доходi bo'lsa, unga anaqa qo'yilmaydimi nimadir? Anaqa zalog qilib anaqani o'zi shu uyi o'zi qo'yiladi. Shu uyni o'zi arestga olinadi, taqiqqa. U ipotechniy brokeringiz necha pul oladi u? 1%. Umumiy chiqayotgan summadan 1% ni oladi. Lekin vaqtingiz tejaladi. Asablaringiz tejaladi. Bankirlarning har xil gapini eshitmaysiz. O'sha tomondan qulay. Rasmiy ish daromad bo'lmasa ham olsa bo'ladi. Oxirgi 2 yilda banklar chiqarishyapti, lekin birinchi to'lovingiz 50% bo'lishi kerak. Anaqada rasmiyda bo'lsa necha foiz to'lov? 15% dan boshlanadi. Umid aka, hozirgi kunda ipoteka ko'pmi, naqd to'lab sotib olish ko'pmi? Ipoteka ko'p. Ipoteka. Oxirgi 1 yilning ichida bir 50 tacha kes faqat ipoteka bo'yicha. Toshkent shahar bo'yicha. Toshkent shahar bo'yicha. Viloyatlardan kelayotganlarimiz ko'pmi olayotgan? Ko'p. Toshkent kengayapti, odamlar ham ko'payyapti. Uni qarang, ular ham ipotekaga harakat qilyaptimi, ko'pi yoki naqdmi? Ipoteka. Qulay. Ular ham ipoteka. Qulay. Ish joyini qayerdan qilyapti ular? Ish joyi shu davlat ishida ko'pchilik. Ko'pchilik davlat ishida. Yoki o'z-o'zini ta'minlovchi qilib, ofitsialniy bir oyda kartalariga kirim qiladilar. Har oy masalan 8 million, 7 million
o'zim ishlab topdim deb. Manga qarang, uniki kerak bo'lsa olib berasizmi menga? Olib beramiz. U mendagi yoshlik ham beraveradi bu ish qilib. Buni farqi yo'qmi? Yo'q. Pensiya yoshigacha bemalol. Yo'q, ani pul tushishidan muammo yo'q. O'sha pul olib otimni ipoteka bo'lsa unaqadan oson ekan. Yengilroq ekan demoqchiman. Umid aka, aytaylik qurishni boshladingiz. Ko'p qavatli uy. Qaysi rayondan qurgan bo'lardingiz? Bugungi kunda hozir. Mirzo-Ulug'bekdan. Yana Mirzo-Ulug'bekga yopishyapti siz. Chunki toqqa yaqin birinchi toza havoni patori Mirzo-Ulug'bekdan boshlanadi. Seysmologik kam aktivniy zona ham Mirzo-Ulug'bek hisoblanadi. Necha qavatli qurgan bo'lardi? Nechta xonadonli deylik mayli. Xadavoy 2-3. 2-3. Asosan 2-3. Lekin bir emasmi yaxshisi hozir? Yo'q, bir endi men quradigan bo'lsam, ko'proq o'sha oila uchun qurardim. Для семейных deydi-ku. Именно investitsiya arenda uchun emas, mana shu kompleks ЖК bo'lsa, o'zini strukturasiga ega bo'lgan, zeleniy zonalari, mini parklari bo'lgan, именно семейный kompleks qurgan bo'lardim. Ya'ni katta yo'ldan ichkariroqda kamida 100 metr. Потому что tinch bo'lish kerak. Spalniy rayon deyishardi oldin shunaqa uylarni. Shu основной katta oilalarga mo'ljallangan bo'lardi. Necha etaj? 9. Mirzo-Ulug'bekda anaqa seysmologik anaqa bo'lsa, yer qimirlash anaqasi kamroq, ehtimoli kamroq. Ehtimol emas. Masalan, O'zbekiston Toshkentda 10 ball qimirladi deyli, Mirzo-Ulug'bekda 8 bo'ladi-da. Anaqasi kamroq. Kuch kamroq ekan. Kuch kamroq. Hozir mana shu endi qurilishga o'tib ketib qoldim. Endi orasida berib o'tib ketaman. Bizda ko'p karta xaritani chiqarib qurilishlar anaqasini chiqarib berish qurilish kommunal xo'jaligi vazirligida joylarga misol uchun bo'tga 4 etaj mumkin, bo'tga 8 etaj mumkin. Ko'p joyga 4 etaj beryapti. Oxirgi shu yillarmi? Oxirgi marta men qachon kirdim bu saytiga? Anaqa dekabr 25 dekabr boshlarida kirgan bo'lsam kerak oxirgi marta. Agar Yangi O'zbekiston tarafga. Yo'q, men Yangi O'zbekiston emas, men bunoq qarab metod bittada bundoq tushib, prosta qaradim, bu yoqdan qaradim. Yakkasaroy polniy 4 etaj beryapti. Ko'p joylarni. Hozir meni o'zim yashab turgan xonadonni bu yog'ida anaqaga tushgan uylar bor. Snoska deydimi, nima deydi uni? To'g'ri nomi? Snos bo'lsa kerak, o'rniga boshqa qurishdi. Lekin o'tlik to'r beryapti. Lekin bir ikkita застройщикlar kelibdi, eshitdim, ular lekin juda baland qurmoqchi. Men shunisiga tushunmadim. Endi bu masalani menimcha застройщик bilan gaplashganim yaxshi, agar sizda bo'lsa agar tushuncha, menimcha u eski proyekt bo'yicha qolib ketgan. Hozir уже yangilandingiz, Da. Chunki Parkenskiy, Maftumquli ko'chalarida ham eski 2007-yilgacha 2008-yilgacha proyektlarni ko'rsangiz 5 qavatdan oshmagan. Bugun bizda debyutniy podkastimiz bo'lib o'tdi. Umid aka, ishlaringizga rivoj. Sizga katta rahmat. Chaqirganlarga